Assalomu alaykum hammaga. Rossiyada rus pravosini olmoqchi bo'lganlarga GAI imtihonlaridan ikkinchi bilet. Jami 40 ta bilet bor edi. Bu ikkinchi videomiz, ikkinchi bilet. Demak, videomiz qisqaroq bo'ladi. Ruschasi, o'zbekchasi va ozgina kommentariya bo'ladi. Demak, boshladik. A va B kategoriyasi uchun biletlar, ikkinchi bilet. Birinchi savol. Сколько полос теледвижения имеет данная дорога? Ushbu yo'lda nechta polosa bor? Rasmda ko'rib turibmiz. To'g'ri javob 4 ta. Ikkinchi savol. Можно ли вам выехать на мост первым? Rasmda ko'rib turibmiz. Ko'prikdan birinchi bo'lib o'tsa bo'ladimi, deyapti. Javob: можно, mumkin. Uchinchi savol. Разрешено ли вам произвести остановку для посадки пассажира? Yo'lovchini mashinaga chiqarish uchun to'xtashingiz mumkinmi? Zina turibdi, rasmda ko'rib turibmiz. To'xtash mumkinmi deb savol beryapti. Javob: разрешено, ruxsat beriladi, mumkin. To'rtinchisi. Что запрещено в зоне действия этого знака? Rasmda ko'rib turibmiz. Ushbu belgi amal qiladigan hududda nima taqiqlangan? Javob: движение mexanических transportных средств. Mexanik transport vositalarining harakati taqiqlangan. 5. Разрешен ли вам выезд на полосу с реверсивным движением, если реверсивный светофор выключен? Rasmga qaraymiz. Agar teskari svetofor o'chiq bo'lsa, teskari harakatlanish bo'lagiga kirishga ruxsat beriladimi? Javob: запрещен. Taqiqlanadi, ruxsat berilmaydi. Demak, svetofor o'chiq bo'lsa, ruxsat berilmaydi. 6. В каких направлениях вам разрешается продолжить движение? Rasmga qaraymiz. Qaysi yo'nalishga yurishga ruxsat etiladi? Mana ketyapsiz. Ushbu polosadan только налево. Javob: faqat chapga. 7. Поднятие вверх руководителя легкового автомобиля является сигналом, информирующим вас о его намерении. Rasmga qaraymiz. Haydovchining yuqoriga qo'lini ko'tarishi nimani anglatadi? Javob: снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклу. Tezlikni pasaytirib mototsiklga yo'l bermoqchiligini anglatadi. 8. Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой он обязан уступить дорогу? Yana rasmga qaraymiz. Chap bo'lakda harakatlanayotgan haydovchi o'ng bo'lakka o'tkazib kelib qoldi. Rasmda pastda ko'rsatilgan rasmda qaysi birida u yo'l berish kerakligi ko'rsatilgan? Javob: на обоих. Ikkalasida ham u yo'l berish kerak. 9. Можно ли вам выполнить разворот в этом месте? Bu joyda rasmga qaraymiz. Bu joydan qayrilib olsa bo'ladimi? Javob: можно, bo'ladi. 10. В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения? Qaysi holatda uzun chiziqni bosib boshqa bo'lakka o'tishga ruxsat beriladi? Javob: только при перестроении, faqat bo'lakni o'zgartirganda. 11. Разрешено ли вам обогнать мотоцикл? Rasmga qaraymiz. Mototsiklni quvib o'tishga ruxsat beriladimi deb so'rayapti. Javob: запрещено, taqiqlanadi. 12. Разрешается ли вам остановиться в указанном месте? Rasmga qaraymiz. Ko'rsatilgan joyda to'xtashingiz mumkinmi? Javob: разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 метров от края пресекаемой проезжей части. Ruxsat beriladi agar avtomobil qatnov qismidan 5 metr uzoqda bo'lsa. 13. Вы намерены повернуть налево. Кому вы должны уступить дорогу? Rasmga qaraymiz. Chapga burilmoqchisiz. Kimga yo'l berishingiz kerak? Javob: автобусу и пешеходам. Avtobus va piyodaga. 14. В каком случае вы имеете преимущество? Qaysi holatda siz imtiyozga ega bo'lasiz? Rasmga qaraymiz. Javob: в обеих перечисленных случаях. Javob: ikkala holatda ham. 15.
Обязан ли водитель мотоцикла уступить вам дорогу? Rasmga qaraymiz. Mototsikl haydovchisi sizga yo'l berishi kerakmi? Majburmi? Javob: обязан. Yo'l berish kerak. 16. Разрешается ли водителю выполнять объезд грузового avtomobili? Yuk mashinasini aylanib o'tishga quvib o'tish mumkinmi? Javob: запрещается. Taqiqlanadi. 17. В каких из перечисленных случаях запрещена буксировка на гибкой сцепке? Yuqorida sanab o'tilgan qaysi holatda egiluvchan bog'ichda shatakka olish taqiqlanadi? Javobi: только в гололедицу. Faqat muzlamada taqiqlanar ekan. 18. Запрещается эксплуатация мототранспортных средств категории L, если остаточная глубина рисунка протектора шин при отсутствии индикатора износа составляет не более Demak, savol beryapti. Mototsikl shinasi qanchalik yemarilib ketsa foydalanish mumkin emas? Javobi: 0,8 mm. 19. Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота? Antiqulflaydigan tormoz sistemasi burilayotgan paytda drift bo'lib, sirg'anib, avariya bo'lib ketishdan saqlaydimi deb so'rayapti. Javob: не исключает возможность возникновения сноса или заноса. Sirg'anib ketishdan oldini olmaydi, saqlamaydi. Javob shu. 20. В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? Qaysi holatda jabrlanuvchi yurak-o'pka reanimatsiyasini boshlash kerak? Javob: при отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения. Jabrlanuvchi hushini yo'qotgan bo'lsa, nafas olmasa, qon aylanishi yo'q bo'lsa, demak, birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha ham imtihonda savollar tushar ekan. Mana tushyapti. Avariya bo'lgan paytida deyapti. Jabrlanuvchiga anaqa jabrlanuvchiga hushini yo'qotgan paytidalik reanimatsiya boshlashlik haqida so'ralyapti. Demak, javobni o'qidim. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Hammaga omad. Shu to'g'ri javoblarni daftarga yozib, har kuni mashq qilsalaring, gruppamizda berilgan Yandex Repetitor degan shug'ullansalaring bo'ladi. Mana hamma to'g'ri javoblarni berib chiqildi. Hammaga omad. Kanalga obuna bo'linglar.